Oynikiga ketdim. Orqamdan borib o'tirmang. Ko'ngil tegib ketdi. Bu janovar qadib ururadimi xotinda haydab. Ay! Ah, anundan ovoz chiqdimi? Uyda hech kim yo'q. Sehrli shamchiroqmi? Buni ishqalash kerak. Voy voy voy. Yorug'lik. Buyuring, malikam 3 ta tilak. Men uni darhol bajarishim kerak. 3 ta tilak. Birinchisini buyuraman-ki. Shoshmang, malikam. Siz tilagan tilakdan 100 barobarini eringizga beraman. Shuning uchun o'ylab tilak ayting. Bunaqasi yo'q edi-yu. Oldin shunaqa edi. Hozir jinlar kodeksida erlar birinchi o'rinda turishibdi. Mayli. Buyuraman-ki, men chiroyli bo'lib ketmoqchiman. Esingizda qolsin, malikam. Eringiz sizdan-da chiroyliroq bo'lib ketadi. Hech narsa qilmaydi. Abadayni, shabadayni, rakatuf. Bu qiz go'zal bo'lsin. Suf, suf, suf. Voy. Rahmat. Sehrim suslashib qoptimi? Mayli. Qani ikkinchi tilagingizni ayting, malikam. Ikkinchi tilagim meni millioner qil. Oo, malikam, ogohlantirib qo'yish vazifam. Siz millioner bo'lsangiz, eringiz milliarder bo'ladi. Rozimisiz? Roziman. Bo'lsa erimga bo'lsin. Traqti bidoq. Bu qiz bo'lsin millioner. Vidi-Puh. Maza qilib bo'ldingizmi, malikam? Endi 3-chi tilagingizni ayting. Endi hurmatli jin menga kichkinagina yurak pristipini ber. Muhabbatimni silay, yorini yuzidan